Bina Xorazm viloyati Hazarasi tumanidagi mol bozoriga geldik. Sement al tushibdi, hurmatli obunachilar. Ko'rib baho beraverasizlar. 35 million deb turibdilar. 32 milliona so'rab turibdilar. Bermeyin turibdilar. Kilosini 62 ming so'mdan so'rab turibdi. Ko'rib baho beraverasizlar, hurmatli obunachilar. Mana arkalari. Bu kimden? Bu özlemizin Mesni'nin zoru, hurmatli obunachilar. Mesni o'kitchani zoru. Görüp baho beraverasizlar. Necha so'm ekan bu ağa? Assalomu alaykum. 40 million deb turibdilar, hurmatli obunachilar. Görüp baho beraverasizlar. Necha so'radilar buni ağa? Usta bu necha so'radilar buni? Hurmatli obunachilar 32,5 milliona so'rab turibdilar dedilar yana. O'shizni ko'rib baho beraverasizlar. O'zlarimizning Mesni o'kitchi. Mana so'rab turibdilar, hurmatli obunachilar. Savdo ketib turibdi. Mesni. Kimdan ekan bu? Assalomu alaykum. Necha so'm ekan bu ağa? 28 milyon so'm deb turibdilar, hurmatli obunachilar. Ko'rib baho beraverasizlar. O'zlarimizning Mesni o'kizlardan. Mesnining zo'ri. Necha so'radilar bunaqa? 24 milyon 700 so'radilar dedilar, hurmatli obunachilar. Ko'rib baho beraverasizlar. Silyos berib bakılgan o'kiz ekan bular, hurmatli obunachilar. Yem yemeyen dediler, Silyos'ta duruptu dediler. Görüp baho beraverasizlar. Arkaları. Assalomu alaykum ağa, qara kimdan ekan bu? Qara bizdan. Necha so'm ekan? Aldingizmi yo? Alıngan variantından, hurmatli obunachilar. Necha so'm aldım dedingiz? 26 milyon alınıptı, hurmatli obunachilar. Yana arkalari. Görüp baho beraverasizlar. İş ağam alıptı yana. Halima xonimning yan başında kassob bo'lgan. Go'sht sotadi ağam. Beraverasizlar go'shtga. Hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, yana ishonam Halima xonim magazinning yan başında o'tiradigan kassob ağamiz alibdi. Bugun so'yladi dedilar, hurmatli obunachilar. 30 milyon bo'libdi ishi. Ko'rib baho beraverasizlar. Kim lakka go'sht yeyman desa beraveradi. Halima xonim magazinning yan başında o'tiradi ağam, go'sht sotadigan. Bugun so'yladi deb turibdilar, xudo xolasa. 30 milyon so'm bo'libdi bu. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hurmatli obunachilar. Like bosib, podpiska bosib qo'yamiz. Obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar, hurmatli obunachilar.